Birodar, mana O'rinbuloq. Hoji qayerga hoji? Ay jona. Men qayergacha boray? U tepasi qayerga? Qaysi daraxt? Mana hayot O'zbekistonga, mana jannat O'zbekistonimizda mana shunday joylari bor. Surxondaryo viloyati Sherobod tumaniga joylashgan O'rinbuloq dam olish maskaniga kelyapmiz. Mana tog' bag'ridan mana ko'ryapsizlarmi? Allohning qudrati bilan mana shunday tog'larda, mana shunday archalarda orasiga, mana archazorlarda orasiga Allohning bu bir ne'mati. Ming dardga shifo suv chiqqan ekan. Mana biz O'zbekistonimiz juda ham jannat joy. Ulug'lar, ulamolar o'tib ketgan. Al-Tirmiziy bobomiz, ana shu nimadan chiqqan Al-Buxoriylar. Mana Alloh nasib qilgan ekan. Mana shunday ziyorat joylariga kelib, ziyorat qilib, namozimizni o'qib, duolar, Qur'onlar tilovat qilamiz. Mana shunday joylar. Jannat joylar. Keyin mana Surxondaryo viloyat uzun Sarosiyo tog'lariga, Kishtot degan tog'iga mana shunday ziyoratgohlar ochilyapti. Nechta ulamolar o'tib ketgan. Ana hozir muhtaram yurtboshimiz yo'l qilib ketyapti. Ana shu ziyoratgohlar ochiladi. Dam olish maskanlari bo'ladi. Mana hozir mana shu yer ham shunaqa joy. Dam olish maskani, ziyoratgohlar mana shu yer ham ko'ryapsizlarmi? Birodarlar, mana videoni ko'ringlar, like bosinglar. Mana hammaga mana shunday joylarga kelib, ziyorat qilib, dam olish nasib qilsin. Muhtaram yurtboshimiz umrlari uzoq bo'lsin. Yana 100 yil bizni boshimizga sog'-omon bo'lsinlar. Prezidentligi davom etsinlar. Bizda vatanni uzun Sarosiyo tog'larini chegaralarini ochib, bizlarga ruxsat bersinlarki, borib ota-onamiz, bobo-buvilarimizni qabrini ziyorat qilish nasib qilsin. Mana jannat makon o'zimizda yurt O'zbekiston, Surxondaryo, Sherobod dam olish maskani O'rinbuloq suviga keldik mana. Alloh nasib qilgan ekan, mana shu kunlarga hammani yetkazsin. Ves O'zbekiston ahlini. Mana archazorlar, mana dam oladigan joylar. Ko'ryapsizlarmi mana? Allohga behad shukronalar aytamiz. Yurtboshimiz mana shunday sharoitlarni qilib, mana shunday turistik maskanlarni ochib, bizga mana shunday sharoit qilib berganlariga mingdan ming rahmat. Jannat makon O'zbekiston deb bejiz aytmagan. Haqiqiy jannat mana qayerga haqiqiy jannat yuribdi mana. Archazoru tog'i toshlarning orasidan mana shunday O'rinbuloq chiqqan quduqni boshiga kelyapmiz. Alloh mehribon ana shu kunlarga yetkazganiga shukronalar aytamiz. Nasib qilsa bu yil Xudo xolasa shu uzun Sarosiyo Kishtot tog'imizga borib, mana shunday ziyorat qilib, ota bobomiz o'tgan joylarni Qur'on tilovat qilib qaytib kelamiz inshaalloh. Mana haqiqiy manzara. Mana O'rinbuloq qayerdan chiqqan joyga boramiz. En boshiga.
Hay Allah. Zaryadimizdan 10% qilibdi. Kakliklar o'qiyapti. Bulbullar sayrayapti. Mana shunday jonojon go'zal O'zbekistonimiz, Surxondaryo, Boysun, Uzun Sarosiyo tog'lari, Sherobod tumani, Xomkon, O'rinbuloq, mana haqiqiy manzara. Ana hayot. Do'stlar, videoni ko'ramiz. Oxirigacha bitta like bosamiz. Kommentariyaga izoh qoldiramiz. Kim mana shunday joylarni ziyorat qilgisi kelsa, niyat qilib bitta like bosib izoh yozsin. Mana shunday o'lkamizga shunday chiroyli joylar borligi uchun. Mana do'lona gullabdi, do'lona. Mana do'lona gullabdi. Mana suvimizni chiqqan boshi. Ana shu yerdan suv chiqqan. O'rinbuloq suvi. En boshi mana Xudoning qudrati bilan chiqqan mana shu O'rinbuloq ziyoratgohimizning chiqqan suvi mana. Suvning en boshi mana shu yer. Mana suv chiqqan joy. Mana birodarlar, O'rinbuloqimizning mana Bismillahirrahmanirrahim. Banat shifo. Eng boshi mana. Suvimiz mana shu yerdan chiqqan mana. Xudoning qudrati bilan mana shu katta daraxtni tagidan O'rinbulog'imizda suvi chiqqan birodarlar. Va sallallohu alayhi xayri xalqi Muhammadin va ali ashabi ajmin bi rahmatika ya rahimallohu akbar. Ana shu yerdan O'rinbulog'imizda suvi chiqqan mana. Mana bosh adog'i. Mana archalar ko'karib o'tibdi mana. Ana haqiqiy hayot, ana haqiqiy jannat.